Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni o'zim ham yaqinda bildim. Yandex Go'dan, Yandex Taksidan kartani zakaz bo'lganingizdan keyin mana bundoq qilib kattaytirsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta urib, ikkinchisini ushlab olish kerak ekan. Tezroq faqat. Indeksiz kattayar ekan. O'sha ekranni kattaytirish hammamiz bilgan uslub. Mana uslub bor. Endi yana bitta uslubni qarang. Mana bitta qo'lda tursangiz, ekranni ikkala tomoni ham maxsus ushbu uchun ishlangan ekan. Mana bitta qo'lda nazarimda ancha udobniy bo'lsa kerak. Dek olib kelib turib, aytaylik manzilimiz. Mana uni o'zidan qilib, realniy ishlatiladigan joy. Mana ketdi. Mana ikkinchisida ham o'rtasidan ikkinchi klikni ushlab olib ishlatsa bo'lar ekan. Xo'p, biladiganlar bo'lsa kommentda yozib ketinglar. Buni avvaldan ko'pchilik bilib olsa, yana ham foydali bo'ladi nazarimda.